Do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan texnik tahlilda ko'rishib turibmiz va odatdagidek dollar va boshqa asosiy valyutalarda nima holatligini birgalikda fundamental va texnik tahlilni qilib, nima imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, shundan foydalanishga harakat qilamiz. Texnik tahlilni har doimgidek dollardan boshlaymiz. Dollarda esingizda bo'lsa, oxirgi tahlilda biz pastga harakat kutgan edik va bir nechta joylarni belgilagan edik. 4 soatlikda ham, daylikda ham yaqqol ko'rinib turgan o'sha borish kerak bo'lgan joylarni hammasini belgilab olgan edik va ikkita ssenariy tuzilgan edi. Ya'ni tepaga ham, pastga ham ketishga tayyor turgan edik. Pastga ketish ssenariysida bizda ikkita ko'rinishda bo'lish ehtimoli bor edi. To есть bizda borib, ya'ni shu ham darajadan kuch yig'ib turib, keyin pastga ketish yoki turgan joyini o'zidan ketish. To есть biza ya'ni o'sha non-farmgacha chiqish kerak bo'lgan kechiga oldingi kunlarning fonida dollar to'g'ridan to'g'ri hech qaysi darajani mensimasdan tushib ketganini ko'rishimiz mumkin. Bu narsa hozir bizga nima informatsiya beradi? Ko'pincha любой instrumentda bilasizlar, qanchalik bunaqa impuls bilan tushilgan harakat o'zi ehtimol yuqorlik bilan atkatam, ya'ni o'sha korreksiya ham tezroq bu amalga oshadi. Faqatgina bu yerda mana bu joyi o'zidan qaytish kerak degan joyda bizda bir ikkita muammolar bor. Qanaqa muammo deydigan bo'lsak, bizda mana bu yerga daily degan muhim OB'ni javobi berib ketilganini ko'rishimiz mumkin va pastroqda bizda imbalenslar mana gap borligini ko'rishimiz mumkin. To есть bizda potensial yana mana shu atroflargacha tushish ehtimolimiz bor. To есть hozirgi turgan joyi o'zidan razvorot qilib ketadimi, yo'qmi deydigan savolga javobni biz topishimiz qiyin, chunki bu yerda hozir bu PPR bo'lsin, boshqa bo'lsin, lekin katta time frame'dagi mana joy хотя бы ochiq qolganida biz kelib turib shu zonani o'zidan biz tepaga ketishimiz mumkin deb aytsak bo'lardi. Tepaga harakatiga o'sha sabablar bor. Dollarda nimaga deydigan bo'lsa, yana o'sha tariflar, AQSh qo'llagan tariflari bo'yicha, chunki oldingaldagi bu narsani qo'llab turib atmay qilish uchun 48 soatda ichida bo'lish kerak edi. Bu 48 soat o't bo'ldi, tariflar ishga tushdi. Unga ответный уже Kanada qisman tariflarni belgilashdi, ya'ni 30-40 milliard atrofida kanadskiy dollar atrofida bo'ladigan tovarlarga tarifni po'shinlik qilishdi. Ya'ni 21 kundan keyin to'liq уже полноценный hamma tariflarni ishga solamiz deyishdi. Xitoy tomonlama ham shunaqa, faqatgina Meksika hozircha hech nimani qilgani yo'q. No, bu narsa уже полноценный savdo urushi boshlandi deb aytsak ham bo'ladi. Chunki bu bo'layotgan ishlar xohlaymizmi, xohlamaymiz, dollarga ham boshqasiga ham ta'sir qiladi va hozir Kanadaga, undan keyin Yevrozonaga bu narsalar qilinadigan bo'lsa, dollarni baribir ko'tarilishiga foni bor. Esingizda bo'lsa, oldingi tahlilda ham общий fonni ko'tarilishiga ta'sir bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shu tarifli ishiga tushish davomida va umumiy hozirgi holatda biz dollarda o'zi pastga tushsa kerak kattaroq korreksiya, chunki men o'zim ham kattaroq harakat tepaga kutayotgan bo'lsam ham baribir biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi pastga tushadi. Ya'ni shu noaniqlik sababli dollar tushib ketadi deb aytgan edim. Tushdi va hozir aynan shu yerda o'zidan ko'tarilishga texnik tahlilda ham ko'rib chiqamiz qolgan valyutalarda qanaqa holatligini, chunki bugun bizda yevro bo'yicha foiz stavka e'lon qilishadi, foiz stavkani tushirishadi. Bu narsani o'zi ma'lum qilishgan edi. Bu hech qanaqa yangilik bo'lmaydi. Faqatgina foiz stavka tushirmasdan saqlab qolsa, bozorda qanaqadir katta harakat bo'lishi mumkin, lekin foiz stavkani tushirishini o'sha ves bozor biladi, o'shanga kutib turishdi. Bizga bugun muhim bo'lgan yangilik, naborot shu foiz stavka chiqqandan keyin Lagardni nutqi bor. Biz o'sha AQShda foiz stavka e'lon qilingandan keyin Jerome Powellni chiqib nutqini har doim kutardik. Ya'ni shu FOMSda ham yig'ilishda hamma gapiga e'tibor bilan eshitardik. Xuddi shunaqa qilib foiz stavka chiqqandan keyin Toshkent vaqti bilan 18:15 da foiz stavka chiqadigan bo'lsa, 18:45 da yarim soatdan keyin Christine Lagarde chiqib, ya'ni o'sha nima qilishmoqchiligini eshitishimiz kerak bo'ladi, chunki yevro zonani aytadigan bo'lsak, Yevropa davlatlariga hozir standart holatda emas. AQSh bilan bo'lgan munosabatlar, bo'layotgan munosabatlar juda ham напряженный turibdi. Undan tashqari Ukrainaga yordam berishligi ham, undan tashqari ekonomika tomonlama ham kelib chiqadigan bo'lsak, u juda ham qaror o'zgaradigan bo'lsa, bu valyutalarga to'g'ridan to'g'ri
ta'sir qiladigan holatda bo'lib turibdi. O'shanga Lagardni ham gapini eshitishimiz kerak. Nima gapni eshitadigan bo'lsak, ya'ni o'sha ritorikadan, hozirgi turgan ritorikadan o'zgarish bo'lmaydigan bo'lsa, biz yana shu 3 ta sessiya ketma-ket tushiramiz deyilgan edi. O'sha holatda turishadigan bo'lsa va aytaylik yoki inflyatsiya ko'tariladigan bo'lsa ham biz ekonomikani stimulyatsiya qilmoqchimiz. Ya'ni shu foiz stavkalarini tushirib, ishlab chiqarishi yoki boshqa mana shu har xil yo'nalishlarda xizmat ko'rsatish bo'lsin, boshqa bo'lsin, biz shu mana shunaqa tomonlama biznesga yordam qilmoqchimiz, mana shunaqa tomonlama yutib chiqmoqchimiz inflyatsiyani deydigan bo'lsa, o'shanda o'zgarish bo'lishi mumkin. O'shanga Lagardni хотя бы qisman bo'lsa ham gapini eshitinglar. Dollar bo'yicha atkatga hali ozgina bor deb aytib ketishim mumkin. Hozir bizni bu yerda aniq qanaqadir qaytish kerak bo'lgan joylarni biz ko'rishimiz qiyinroq. Bu yerda BPR men даже belgilab ham o'tirmayman. Chunki bizda pastga tortib ketish ehtimoli bor. Men bitta atkat bo'lish kerak bo'lgan joylarni atkat bo'lish kerak bo'layotgan yana bir sabablardan biri non-farmda men bu oy baribir salbiy ta'sir qilsa kerak deb o'ylayman. O'shanga non-farmda biza pastga tushishimizdan oldin dollarda qanaqadir qisman bo'lsa ham korreksiya bo'ladigan bo'lsa, shundan keyin tushish ehtimoli bo'lishi kerak deb kutyapman. Baribir yengillikda baribir bilmaymiz qanaqa holat bo'lishini. Yengillik kuni ko'ramiz. Dollar tushishiga men kutganligim uchun qanaqadir qisman korreksiya bo'ladigan bo'lsa, keyin o'sha dollar yana tushishini hisobiga atkatdan keyin tushadigan bo'lsa, o'sha mantiqqa yaqinroq bo'ladi. Dollar bo'yicha hozircha shu fundamentalda ham, texnikka ham hammasini qo'shadigan bo'lsak, hozircha biz yana ozgina tushishimiz kerak. Yevro oxirgi tahlilda biz bu atrofda edik. Bu atrofda ekanmiz. Target qilib belgilab qo'ygan joyimiz yuqoriroqda edi. Dollar biz bunchalik katta tushib ketadi deb o'ylamagan edik. Targetga boribdi, undan balandga o'tib ketgan. Hozirgi turgan holatidan kelib chiqadigan bo'lsak, biz уже qaytadigan joylarga kelib bo'ldik. Daily'da ham, 4 soatlikda ham hammasida ahamiyat beradigan bo'lsa, уже atkat bo'lish kerak bo'lgan holatga kelib bo'ldik. Bugun foiz stavka tushishi aniq bo'lganligi uchun bu yengilliklar paytida unaqa resmi katta harakatlar bo'lish kerak emas. Buni bozor уже oldin olib qo'yib bo'lgan. Kristin Lagard gapirayotgan paytida yevro dollarda ko'proq harakat bo'lsa kerak. O'shanga 18.15 dan ko'ra 18.45 da yevroda kattaroq harakatlar kutishingiz mumkin. Ko'tariladimi, tushadimi, o'sha texnik tahlil bilan birgalikda solishtirish kerak. Bu yerda tushadigan bo'lsak, baribir o'sha bunaqa impulsda harakatda davomiga sabab bo'lgan joylarni belgilab olishimiz kerak va shu joylardan dalsha tepaga ketish ehtimoli bo'ladigan bo'lsa, yengillikda tushadigan bo'lsa ham, yengillikda agar bu joylargacha tushishini ko'radigan bo'lsak, yengillikdan keyin baribir shu harakat davom etish ehtimoli bor. Chunki bu harakat yengillikda tushadigan bo'lsa ham, dollarda hech qanaqa ta'sir o'tmasa, o'sha paytda kuzatib turinglar. Parallelni yevro tushayotgan paytda dollar turadigan bo'lsa, dollar yana darsha tushishni boshlaydi, bu yana darsha ko'tarilishni boshlaydi. Funtda ham target juda ham yaqin edi. Buni уже biz o'tib ketib bo'ldi. Daily time frame ga o'tadigan bo'lsak. Daily'da ham yaxshi zonada turganimizni ko'rishingiz mumkin. Kim webinarda qatnashgan bo'lsa, o'sha tushunarli nima qilayotganimiz. Webinarga qatnashmaganlar bu qanaqa zonalar tortayotganimizni tushunmayotganlar bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Bu YouTube uchun отдельный qilamiz. O'sha ma'lum, bunda ham biz atkat ko'rishimiz kerak. Qatgacha deydigan bo'lsa, aynan mana shu joygacha. O'chib turamiz, bu targetda ham o'chib turamiz. Hozircha funtda qo'shimcha qiladigan hech nima yo'q. 4 soatlik, 1 soatlikdan ko'radigan bo'lsa ham, bizda o'sha qisman mantiqiy sweep bilan o'sha harakatlar boshlanganini ko'rishingiz mumkin. 1 soatlikda bu yaxshiroq, chiroyliroq kartina bo'ladi-da. Va sekin-sekin botda o'sha yopilib bo'lgan. Biz sekin o'sha mantiqligacha bemalol tushib, shu korreksiya bilan o'sha yo'dan o'tingni tortinglar. Mana shu atrofgacha taxminan tushadigan bo'lsa ham, yana qaytib shu holatni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Tillada ham target shu edi, bundan ham o'tib ketdi va hozirgi holatda biz nima kutsak bo'ladi. Umumiy hozirgi turgan holati, agar biz bundan korreksiya ko'rib, o'sha pastga harakatni ko'radigan bo'lsak, bu o'sha
Polnotseniy pastga ketishi kerak, chunki adashmasam 50 ham уже pastga o'zgarish ko'rsatib bo'lgan. Sizlarga shu oldingi kundalik tahlilda aytgan strategiyamdan bittasi MA'ni baribir ishlataman u joyda. O'shanga уже hozirdan sekin-sekin ko'zni o'rgatish uchun bu narsadan foydalanib ketaman, chunki foydalanmaganimga ham juda ham ko'p bo'lib ketdi. 4 soatlikda qaranglar, ahamiyat beradigan bo'lsanglar, mana bu yerda juda ham kuchli zona bor. Va esingizda bo'lsa biza 3000 gacha bo'lgan harakatni уже sal oldinroq kutgan edik, aynan shu yerda o'zidan yoki bu yerda o'zidan dalsha ketish kutgan edik. Umumiy tushuvchi fond turganini hozir ko'rishimiz mumkin, faqatgina kichkina time frame'da M15, M5 bo'lsin, o'shalarda biza sekin qanaqadir MA ham пересечениясini va undan keyin strukturani o'zgarishini ko'radigan bo'lsak, biz bu yerdan buy pozitsiyani qidirishimiz mumkin. Hozir o'zida ham даже mana M1gacha tushadigan bo'lsak, уже qanaqadir formatsiya shakllanayotganini ko'rishimiz mumkin. Tillada bayga harakat umumiy bo'ladigan bo'lsa ham sal shoshib qo'ymasligimizdan qo'rqib sizlarga aytaman, nimaga deydigan bo'lsak, qaytish uchun zo'r joy, lekin hozir dollar qanaqadir kutilmagan holat bilan tepaga ketish boshlaydigan bo'lsa, tepaga ketishi mumkin. Har gal bizni ko'ramiz, korrelyatsiya xohlaganda ishlayapti, xohlaganda ishlamayapti. Tillani o'zida ishlaydigan bo'lsak, o'zini chista tahlil qiladigan bo'lsak, dailyda biza hali ham o'suvchi fondamiz. 4 soatlikda biza уже tendensiya o'zgarganini ko'rishimiz mumkin mana tushishlardan keyin. Lekin bu narsa yana bir pasda qaytib olish ehtimoli yuqori, chunki hozir mana men qo'llab quvvatlash darajasidagi ishlab kelayotgan ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bir marta lojin proboy bo'ldi, bu yerda yana bitta tushdi. Bu hammasi likvidnost yig'ilishga ham bo'layotganligini ko'rishingiz mumkin. O'shanga buy pozitsiyaga ilinish uchun juda ham yaxshi joy, lekin risk katta qilmanglar, tushib ketib qolish ehtimoli bor. O'shanga bu ehtimol har doim bo'lganligi uchun katta risk qilmasdan buy pozitsiyaga ilinadigan bo'lsak, balki o'sha yana o'sha bizni kutayotgan 3000 gacha, 2950 gacha va hokazo shungacha bo'lgan harakatlarga hammasiga aynan shu yerda o'zidan harakat boshlanishi mumkin. Bitta mana shamma sal cho'chityapti, chunki juda ham kuchli harakat bilan tushgan. Undan keyin ko'pincha o'z konsolidasiya bo'lib qoladi. 1 soatlikni ham ko'radigan bo'lsak, bizda uvereniy tushishlar bor. No, aytganimdek, ertangi non-farmda dollar tushishini men kutayotganligim sababli biza tillada agar bayga ilm oladigan bo'lsak, fundamental ham bizni kutgandek chiqadigan bo'lsa, u bizga juda ham yaxshi yordam beradi. Bugun sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan tahlilim shundan iborat. Videolarni kuzatishni davom etinglar. Risk menejmentni unutmanglar.